Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yil 10 ayning 24-kunidan 27-kunigacha Bosniyaning poytaxti Sarayevoda o'zining 8-navbatlik umumiy vakillar qurultiyini chaqirishga jiddiy hozirlanayotgan xalqlik bir paytda 23 sentyabr kuni dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan 65 nafar Uyg'ur olimi va yuqori darajalik tadqiqotchilar Uyg'ur demokratik islohot harakati ittifoqliq va madadga muhtoj degan temada inglizcha birlashma bayonot e'lon qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga bo'lgan qo'llashini ochiqcha ifoda qilgan edi. Mazkur birlashma bayonotning to'liq teksti tovandikicha: Biz Xitoy hukumatining milliy madaniyatimiz, dinimiz, kishilik huquqimiz, demokratiyamiz va erkinligimizni yovuzlarcha bostirish sababli dunyoning har qaysi joylarida muhojirat yashayotgan Uyg'ur olim, professorlari va ilm ahllari bu bayonotga imzo qo'ydik. Xitoyning vatanimizda zo'ravonlik siyosati yurgizayotganiga 7 yildan oshdi. Amerika va boshqa 11 davlat parlamenti bu zo'ravonlik qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu zo'ravonlik qilmishlarini insoniyat qarshi jinoyat shakllantirish mumkin deb bekitdi. Bu haqda harakat qo'llanishining kun sayin ta'xirsizlashib berayotganligi yanada diqqatga ilinsa, Uyg'ur davosining cho'nqur ittifoqliq, kuchli madadga muhtoj bo'layotganligi yanada ta'kidlansa degan umiddamiz. Shu sababdan barliq demokratik rahbarlar, xalqaro tashkilotlar va ittifoqdosh do'stlarni Uyg'ur tashkilotlarini qo'llaydiganligi, biz bilan bir safda haqqoniyat va erkinlik uchun kurash qildiganligini yana bir martaba jazmlashtirishga murojaat qilamiz. Bu yil kuz fasli muhojiratga Uyg'ur demokratiya harakati uchun xalqlik bir payti hisoblanadi. 10 ayning 24-kunidan 27-kunigacha Dunyo Uyg'ur qurultiyining 8-navbatlik umumiy vakillar qurultiyi Sarayevoda ichildi. Yig'inga necha 10 davlatdan 150 necha vakil kelib, rahbarlik qatlamini saylab chiqadi va strategik o'rtoq tonish hosil qiladi. Qurultoy har 3 yilda bir qatam erkin, adil saylam o'tkazib, demokratiya qimmat qarash to'g'risidagi va'dasini aks ettirdi hamda Xitoyning vatanimiz yurgizayotgan hokim mutlaq tuzum bilan ro'shan selishtirma hosil qiladi. Dunyodagi nurg'un saylamlarga, jumladan bu yil 70 necha davlat ilib boradigan saylamlarga o'xshash, bizning saylam tartibimizmi xirisga duch kelmoqda. Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya va Iran qatorliq mustabid hokimiyatlar dunyoviy demokratiyaga tehdit solayotgan mush paytlarda Uyg'ur harakatining shuningga o'xshash to'sqinliklarni yengib o'tishiga to'g'ri kelyapti. Bizning nishonimiz demokratik islohotni kuchaytirib, ijtimoiy uyushqoqlikni ilgari surib, ko'p xillikqa quchoq ichishdir. Bo'linmachilik izchil tahdid bo'lib kelayotgan bo'lsa-mu, islohot ilib berish va taraqqiy tepish iqtidorimizda qaysarlik, qat'iylik namoyon bo'ladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2004-yili bir turkum rahbarlarining shijoatida qurilgandan buyon taraqqiy qilib, necha yuz Uyg'ur faoliyatchi va qo'llovchidan tarkib topgan dunyoviy kuchga aylandi. 2017-yildan buyon islohot ilib berilib, qurilmasi va rahbarlik rolini yuksaltirib keldi. Uyg'ur tashkilotlari Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarligida ilmiy tadqiqotlar va shohidlarning guvohlik berishi orqali Xitoy hukumatining jinoyatlarini dunyoga oshkorlab, nopozliq doiralarning irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi, hukumatlarning majburiy emgak mahsulotlarini cheklashi, shundaqla shirkatlarning bulg'angan ta'minlash zanjiridan mablag'larni qaytarilishiga yo'l ochdi. Buningdan tashqari, Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana o'xshash bo'lmagan adliya tavalliklarda ko'p turli qonun harakat qo'llanib, Xitoyning mas'uliyatini surishti qildi. Rim kelishimiga asosan irqiy qirg'inchilikda ziyonkashlik uchrayotganlarni qo'g'dash, Xitoyning davlat xalqini bostirishiga zarba berish majburiyati borligini har qaysi davlatlarning samiga selib keldi. Har qaysi davlatlarni ziyonkashlik uchirganlarga bexatarlik va panohlik ta'minlashga ilhomlantirdi. Masalan, Kanada yaqinda 10 ming Uyg'ur musofirni qabul qilishni qaror qildi. Ular yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Amerika Davlat Majlisi va Kanada, Angliya, Yevropa Ittifoqi davlatlari parlament qatorliq muhim qonun chiqarish apparatlarida siyosat belgilikchilarning ashu zo'ravonlik qilmishlarini bartaraf qilishiga turtki bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoy zo'ravonligini ichib tashlash yo'lidagi tirishchanligi Tibet, Falun Gongchilar, Hong Kongliklar va Tayvanliklar qatorliq ziyonkashlik uchirgan boshqa jamoatlarga ilhom bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ittifoqliq va sig'dirishchanlikni ilgari surib, erkinlik va demokratiya uchun kurash qilayotgan ezilguchi millatlar orasida ijodiy hamkorlikni qanot yaydirishning namunasiga aylandi. U muhojiratlik Uyg'urlarni safarbarlik keltirib, Xitoyning zo'ravonlik ostida ezilgan boshqa millatlar bilan bo'lgan aloqani kuchaytirib, Uyg'ur akademiklar va Uyg'ur tadqiqotchilar bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqirlashtirdi. Jumladan,
Uyg'ur soti ichilgan chaqlarda biz, ya'ni Uyg'ur ilm ahllari va nurg'unlagan oliy maktab o'quvchilari xolisona holda 10 ming betdan ortiq dalil isbot hujjatini tahrirlab, tarjima qilib chiqdik. Bu muvaffaqiyatli harakatlar Xitoy Kommunistik partiyasining diqqatini tortib, uni vahimaga, dekkidukiga silib, jahlini qotirdi. Bultur bir yildala Xitoy Kompartiyasi zo'r mablag' chiqarib, 400 dan ortiq emek tashkillab, editlab tanlangan 5000 dan ortiq kishini vatanimizga tashviqot uchun avatdi. Ularning ichida nurg'unlari Xitoyning chet ellarida chalgan deb usul o'ynab, aytgan yolg'onlarga bosh eguvchilardan edi. Bu zo'r muvaffaqiyatlar g'oyat zo'r qurbon berish badaliga ro'yobga chiqdi. Necha 10 yildan beri Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa Uyg'ur tashkilot rahbarlari izchil turda Xitoy Kompartiyasining nishonli hujumiga uchrab keldi. Interpol, ya'ni xalqaro soqchi organi tarafidan qizil tutish buyrug'i chiqarildi. Parakanchilik silishqa, qoqti-soqti qilishqa, hatto o'lim tahditlariga duch keldi. Ularning hayoti, ish o'qiti, oilasi g'oyat zo'r besimni ko'tarib keldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy Kompartiyasi uchun zo'r tahdidga aylangan paytlarda shaxsning aybini dastak qilib, foydalanish ko'yga tushganlarning ko'payib qolganligi, Uyg'ur tashkilotlari va ularning rahbarlariga bo'hton choplab, ulini qolaydigan, jamoatning ishonchisini so'ndiradigan urinishlarning ovib ketganligini ko'rdik. Ishlarning bu tariqadagi ravoji kishini cho'nqir andishiga soladi. Chunki ular taxmi keng doiradagi harakatlarning inovat obro'yini to'kib, jamoatimizning kuch-quvvatini xo'rtib tashlash mumkin. Mana shundaq paytda vaziyat barliq kuchlarning tang harakatga otlanib, Xitoy Kompartiyasining abdi bashirsini, jinoyatlarini ichib tashlashni taqozo qiladi. Barliq insonlarga o'xshashla Uyg'ur rahbarlarimi eng yaxshi natija beradigan qarorlarni chiqara olmay qolishi mumkin. Muhimi, eng yadroliq masalani tepib chiqish, ishki va tashqi mexanizmlarni o'rnatib, tashkillash iqtidorini va qonuniyligini kuchaytirishdan iborat. Buning Dunyo Uyg'ur qurultiyi navbatda tirishib bitkazishga tegishli ish ekanligi, shundaqla har bir yangi avlod rahbari davomlashtirib mengishga tegishli ish ekanligiga ishonamiz. Imkoniyatimiz cheklik. Iqtisodiy qiyinchilikda qolgan qarindoshlarimiz zo'ravon hokimiyat tarafidan tutqun qilinib, yurkimiz laxti-laxti qon bo'layotgan mushundaq paytlarda Xitoyning hiyla-nayranglari, aldamchiliklarga qarshi kurashni qat'iy davomlashtirishimiz, jazman uzoqni ko'zlashimiz lozim. 20 necha yildan beri muhojiratlik Uyg'urlar Dunyo Uyg'ur qurultiyini qurib, muhim ammo zil muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Mana hozir biz bu muhim tashkilotni ilgirki har qanday vaqtdagidanmi bekroq qo'llashimiz, qo'g'dishimiz lozim. U yana davomli turda Uyg'urlarning kuchli bayonotchisi, jamoatchilikning hayotlik sizg'i bo'lib mangson. Milliy madaniyatimizni qo'g'dash yo'lida tirishchanlik ko'rsatib kelayotgan Uyg'ur olimlari bo'lish sifatimiz bilan xalqaro jamiyatdagi barliq rahbarlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyini qo'llash, uning hozir elib berayotgan demokratik islohotini qarshi olishga chaqiramiz. Hammadan muhimi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ishki qismida yanada yaxshi tadbir qo'llanib, qurilma xarakterlik islohotni yo'l qo'yib, qonun, kasb axloqi, xizmat unumi, texnik tarqitish va ommaviy mulozimat qatorliq sohalarda oshkora, mas'uliyatchan ramka barpo qilish kerak. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyiga demokratiyani yanada ilgari surish, Uyg'urlarning huquqini qo'g'dash imkoniyatini ato qiladi. Birdak ittifoqlashib, Xitoyning bostirishiga qarshi turib, butun dunyoning demokratiya harakati uchun to'kib qo'shimiz. Zo'r tahdid va xirs oldida jazman Dunyo Uyg'ur qurultiyining demokratik islohotini ilgari surib, tashkilot ichidagi yangi bir avlod rahbarlari bilan bir sapt xizmat qilamiz. Kelgusiga bo'lgan yuksak umid ilkida bu ulug'vor ishga qayta atlandik. Zich hamkorlashib, madad berib va qo'llab, kelgusida duch kelishimiz mumkin bo'lgan har qanday qiyinchilikqa dadil yuzlanib, Uyg'ur xalqi uchun odillik va erkinlikni ishga oshirg'aymiz. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.